Assalomu alaykum hurmatli fuqarolar. Demak, fuqarolarimizdan kelib tushayotgan savollarga javob berishni davom ettiramiz. Demak, navbatdagi savolimiz quyidagicha. Men maktabda direktor lavozimida ishlayman. Yaqinda menejerlik imtihoniga kirib chiqdim, lekin sertifikat ola olmadim. Aytingchi, men bilan tuzilgan mehnat shartnomasi bekor qilinadimi degan mazmundagi savol kelib tushgan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 25-dekabrdagi 681-son qarori tasdiqlangan nizomga ko'ra, umumiy o'rta ta'lim maktablarining direktorlari menejerlik sertifikatlarini olish majburiy hisoblanib, ushbu menejerlik sertifikatlarini olish uchun topshirilgan imtihonlarda yiqilgan maktab direktorlariga qayta imtihon topshirish huquqi beriladi va bevosita imtihondan yiqilgan kundan e'tiboran siz 2 oy ichida qayta imtihon topshirish huquqiga ega hisoblanasiz va mazkur qayta imtihondan ham yetarli ball to'play olmagan taqdiringizda siz bilan tuzilgan mehnat shartnomasi tegishli tartibda bekor qilinadi. Shunday ekan, umumiy o'rta ta'lim maktab direktorlari menejerlik sertifikatlarini olish majburiy hisoblanib, menejerlik sertifikatlariga ega bo'lmagan maktab direktorlari tuzilgan mehnat shartnomasi belgilangan tartibda bekor qilinadi. Qadrli yurtdoshlar, agar o'zingizni qiziqtirgan boshqa huquqiy masalalar bo'yicha ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bizning advice.uz huquqiy axborot portalidan bemalol foydalanishingizni eslatib o'tamiz.